Yaxshi. Okay. Damlama o'sha tayyor bo'lib qoldi. Voy, xalatimga kiyib olay. O, yaxshi. Mani o'zi ko'p odam qishloqli deydi-da, qishloqliman, lekin bunaqa narsalarga aqlim yetadi. Xo'sh, damlama tayyor. Endi bitta jitel topsak bo'ldi. Sekin-sekin ko'chaga chiqib kelamiz. Xo'sh, qayerda qishloqqa bor ekan? Qidirilish. Mana, top. Qishloqqa. Senga juda ham zo'r taklifim bor. Bu yoqqa kel. Xo'sh, bu yoqqa kel. Taklifni nima qo'yaman? Qishloqqa. Senga juda ham zo'r taklifim bor. Qanaqa taklif? Man bitta zo'r damlama tayyorlab o'shaningizni juda ham uzoq vaqtgacha ishon menga. San qayerdan o'rganib kelding bunaqa narsalarni? Man bunisi bilan ishim emas. Man Toshkentga borib o'qib keldim. Endi zo'r bo'lib ketadi hammasi. Yur, sanda sinab ko'raylik. Mashina yodga chiqqan lekin. Bo'pti, mayli, ishondim, yur. Yur. Aniq hammasi yaxshi bo'ladi-ya, doktor aka. Hech narsadan cho'chimang. Zo'r bo'ladi hammasi. Prosta sal qo'rqyapman, shprislar, ukollar, narsalar turibdi. Xavotirlanmang, shunchaki vaksina xolos, vaksina. Divan ustiga yotcha, chiqcha o'sha yerga orqaga turibdi. Xo'p. Tak, hozir shprisni olamiz, dorilarni tayyorlayman. Og'rimaydi-a? Yo'q, og'rimaydi vaksinada. Qani, ana bo'ldi. Xo'sh, o'zingni qanaqa his qilyapsan? Hozircha sal g'alati his qilyapman o'zimni. G'alati his qilyapman juda ham. Yur. Voy, nimasi bu? Zo'mbiga aylandi. Voy. Iltimos, menga tegma. Bunaqa bo'lishi mumkin emas edi. Yo'q. Voy, endi nima qilaman? Nimalar qilib qo'ydim? Rasvo bo'ldi hammasi. Uxlab qolibman-u. Bugun juda ham og'ir kun bo'ladimi deyman bolalar. Mana butilkalar qaranglar yotishni kecha bolalar bilan ichibmiz rosa, ichib belasizlar. Tak buni qo'shnimga olib chiqib berishim kerak. Xo'p, qo'shnim aytib turaman deganda, cho'ta ko'rinmayapti bu yerda. Soat 10 bo'pti, 10 gacha hozir chiqqan ham bo'lish kerak edi bu yerga. Mayli, mana qo'shnidan so'rab ko'raylik. Qo'shni, jitel, eshikni och. Nima deysan? Eshikni och, gapim bor. Tashqarida gaplashmayman uka. Kir. Xo'p, nima laqtashading bu yerda? Ishing bo'lmasa sani. Nima bu narsalar? U sen tibbiyot sohasida shug'ullanyapsanmi? Shunaqa bo'lyapti. Sen qanday tibbiyot sohasida shug'ullanasan? Bu sohada o'qimaganingku umuman. Sen tuproqshunoslikka o'qiding-ku. Chigirtkashunoslikka. Men shunaqa tibbiyotga o'qiganman. Bor ishing bo'lmasin. Senda butilka yo'qmi? Yo'q, butilka bor, yo'qol chiq bu yerga chiq. Mayli. Qara lekin, cho'ta shubhali ko'rinyapsan. Mayli. Xo'p, bolalar, men nimaga bu qishloqmaga bunaqa muomala qilayotganini tushunmadim. Nima? Ana u yerda nima bo'lyapti? Hamma yig'ilibdi. Cho'ta bor ko'rish kerak. Xo'p, oldin butilkalar qilib qo'y. Nidan aylib turib ro'rasini kiyib qo'yamiz. Bu yerda nimadir bo'lyapti shekilli. Zaharlanganmi? Nima bo'ldi mana qishloqqa? Bolalar, nima gap? Mer, yaxshimisiz? Mijak, endi turyapsan. Uzr, sal uxlab qolibman. Nima bo'ldi bu jitli hamma yig'ilibsizlar? Bu jitelda kimdir zaharlab qo'yibdi. Yo'q, yomon bo'pti-da. Bo'ldi, sen uzoqroq tur, men hozir dori sepaman. Bo'ldi, sep. Men sal bu yoqda turib turaman. Kim zaharladi kina bolalar buni-da? To'chini 100 talik kimdir zaharlagan. Voy, buni quturishini. Sep, qani? Dori ozgina o'zimga tegib ketdi. Mayli, hech narsa qilmaydi, sal yondirib sepamiz. Kim qildi ekan buni? Nahotki bu shu darajada ham quturadigan darajada bo'lib ketishi mumkinmi? Qanaqasiga bu oddiy ovqatdan zaharlandimikin? Men bu jitel taniyman. Bu axir meni qo'shnim-ku, ana yerda turardi. Ber. O'sha sani qo'shning bu. Dada, meni qo'shnim butilka olib chiqib berishim kerak edi bunga. Menga qarasa, hech narsa bilmaysanmi, qo'shning-ku sani? Yo'q, men bilinmayman. Men bilaman kim qilganini. Kim qildi aka, jahldor aka? Buni o'sha dushmanlari qilgan, kim qilgan bo'lardi? Qanaqa dushman? Bu oddiy bo'lmish butilkachi bo'lsa, bunda dushman nima qilsin? Men nima qilay bo'lsa, mer aka? Sen xullas shunaqa qamoqxonaga o'xshash bir narsalar qurdi. Buni kim zaharlagan bo'lsa ham topamiz, qamoqqa tiqamiz. Hozircha hamma uyiga borsin.
Sen davolayapsanmi? Men davolayman. Qurib yetadi. Xullas meraga yana nima qilay? Xullas hamma bo'ldi, u o'zini ishini qilsa bitta yig'ilib eladi, tekin tomosha bo'layotgani yo'q. Keyin bitta odam mana bu zo'miyvatchani o'ldira qolsin. Tak bolalar, hozir kim qilganini uncha topganimiz yo'q. Biz borib turibdi qamoqxonani qurishimizni boshlash kerak. Tak ishqilib mani qo'shnim qilmagan bo'lsa bo'ldi. Har xil uyida bunaqa radiatsiya narsalar turibdi. Laboratoriya bilan shug'ullanyapti, ko'ramiz. Hop, tak. Uje qatl marosimini ham sahnasini qurib bitirib bo'ldim. Tak mantilar ozgina qatirib qo'ysak. Xo'p, obunachilar, bu nima desanglar, endi bizning qishloqda qonun shunaqa, ya'ni endi sallasini so'rasanglar kallasi keladi. Uni birat agar roziman o'ldirmanglar desa o'ldirmaymiz. Agar o'ldiringlar desa shunday o'ldirib yuboramiz bolalar. Chunki bizani mer shunaqada, ya'ni sal xato qilib qo'ysanglar, просто kallasi ketadi, bo'ldi. Kimdir idish sindirib qo'ydim, kallasi ketadi. Kimdir odam o'ldirdimi, kallasi ketadi. Просто kallasi ketadi, bo'ldi bolalar. Boshqa hech narsa yo'q mana. Konstitutsiya ham agar uni birat roziman o'ldirmanglar desa, atak o'ldirmaymiz. Endi hammasi o'sha zombi bratga bog'liqda. Uni birinchi tuzalishni kutish kerak etak. Ish qilib bir yonlariga borib kontrol qilib kelaychi, mana ana bratga alohida qamoqxona qurildi. Va Yaqinlashma, yo'qol. hop, qo'riqchilar, men yaqinlashmoqchi emasman, просто obunachilarga ko'rsatyapman. Endi baribir xavfli-da, ko'ryapsan-ku qanaqa virus yuqtirganini. Da ko'ryapman. Bolalar mana aydormayda o'tiribdi o'zi bitta o'zi. Nima unaqa qilding o'zi qishloqqa? Men o'zinaqa yomon odam emasman. Atalab qilganim yo'q. Bor, bo'g'ma meni, bo'g'ma. Ha, bo'ldi, baqirmay hozir. Boshingga qanaqa kunlar tushishini bilib turibsan-a o'zi. Bilaman. Bor, yo'qol. Asabimga tegma hozir. Men o'zi atalab qilganim yo'qdi deyapman. Bexosdan shunaqa bo'lib qoldi. Mayli endi, bitta endi meni ham aybim yo'q-da, men ham oddiy odamman, merda aybi. Endi menda bitta yordam beraman, agar qamoqxonaga yonib ketsa shunaqa qilib so'zlab beraman. Bor, yo'qol, izvatcha qilyapsan. Men ertaga o'laman axir. Mayli endi. Ketdim, darrov qilib bolalar, merda oldiga boraylikchi. Mer ishlarni tugatib yonimga kirdigan. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ke. Mer, nima bunaqa kayfiyatingiz yo'q? Endi ko'rmaysanmi, shuncha problema kerakmidi? Yomon ishlar bo'ldi. Yaxshi ham uni bratni asrab qolyapmiz. O'ziga kelishi mumkin ekan, doktor davolayapti-yu. Shunaqa. Mer, o'zi meni nimaga chaqirtirganingiz? Anuni doktorning uyiga borchi, tintuv qilchi, bir narsa chiqib qolar, yana kimdir zaharlangan bo'lmasin, iflos. Xo'p, boraman uyiga. Tak bolalar. Siz shu yerda o'tirib turavering, men ungacha uyga borib tintuv qilaman. Tak, bitta dalilni olamiz. Bolalar, uydan faqatgina bir dona dalil chiqdi. Rahmim kelib ketyapti-da bolalar. O'tkirtiqligini qaranglar. Nima o'zing gapirib kelyapsan? O'zim emas. Просто qo'yavering, men uydan bitta shunaqa shpris topdim xolos mana. Stolingiz ustiga qo'ydim, maxsus qilavering. Ushlamading ish qilib? Yo'q, ushlaganim yo'q. Kiyimim bilan oldim. Bo'pti, bor bo'lsin. Xo'p. Qachon qatl qilamiz? Ertaga nasib bo'lsa ertaga qatl qilib yuboramiz. Xo'p. Bolalar, endi shu bilan ertangi kunni kutamiz. Nachora. Tak bolalar, mana sudda o'tiribmiz. Hozir mer boshlasa ham kerak gapirishdan, uni qatl qilishdi. Xo'p, bolalar, xonimlar va janoblar, endi jim bo'linglar. Hop, qishloqqa, sen qilgan aybingni tan olasanmi, xullas shunaqa jinoyatingni? Ha, tan olaman, to'g'ri. Xullas, sen qishlog'imizda qonun qoidalarni buzding, odamni o'ldirding deyarli. O'lyapti u yoqda zombivachcha. Sen bunaqa jinoyatni oldin qilmaganingni endi qilib qo'yibsan-da, bizda qonun qoida shunaqa. O'zi o'la bo'ldi. Uzr lekin. Endi uzringni bilmadim. Xullas. Ammo lekin, sanaqa ammo lekin yo'q, xiter. Shunday chiqdi, meni tezroq qatl qilish kerak. Bo'l, tez chiqdi davraga. Ortiqcha gap so'zga umuman toqatim yo'q. Shunday chiqdi, qatl qilasan, o'lasan, bo'ldi, boshqa hech qanaqa gap so'zi yo'q. Bo'l, chiq, xiter senga aytyapman. Nima, meni bitta qarab kelsam bo'lmaydimi? Ishnasan, qarab kelmaysan, kecha tuzalish kerak, tuzalmadi. Nima gapni qilyapsan? Bo'l, chiq, tez qatl qil. Bosh og'ridi. Xo'p, mayli. Uzr, bolalar, hammalardan uzr. Nima uzr so'raysan? Bo'l, tez. Xo'p.
qishloqqa uzr, men ham shunga majbur bo'lyapman endi. Nima bo'lsa ham qishloqqa tezda men do'ng'ayib kallang tiqda, sani tezda qatl qilib yuboraylik. Iltimos yana menga bir kun beringlar. Man yashashni istayman. Bilaman qishloqqa, lekin endi merni ko'ryapsan-ku, tiq tiq kallang tez-tez. Mayli oila a'zolaringga yaxshi ko'rishingni aytib qo'yaman, yetim bo'lsang ham. Mayli kallang. Hali hammasi oldinda. Qanaqa oldinda? O'ylayapsan-ku. Bo'ldi, bo'lsa ham ko'p gapirmasdan tez chiq. Stop. Nima do'stimni qatl qilyapsizlar? Mer, man yaxshiman. Zombi kasalidan tuzalib ketdim. Do'stimni o'ldirmanglar, iltimos. Hammasi man aybim. Nima? Qanday sani aybing bo'ladi? Mana bu yerda DNKdan biz ma'lumotlar topdik-ku. U yerda shprislarda narsalar chiqyapti. Xullas, nima bo'lsa ham man kechirdim. Noroziman do'stim. Mana shu yerga o'tirib Noroziman do'stimni o'ldirishinglarga. xullas, rozimisan do'stingni o'ldirmasligimizga? Ha, roziman. Faqat bitta uzr so'rasin. Bolalar, xullas hammanglardan uzr so'rayman. Bolalar, mana qishloqni ham o'ldirmaydigan bo'ldik. Videomiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga rahmat.